Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 31-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda Ayn harfini yozishni hamda o'qishni o'rganamiz. E'tibor bersangiz, ushbu harf kecha o'tganimiz g'oyin harfi bilan mana e'tibor bering, bir xil yoziladi mana. Kecha masalan g'oyin harfini o'tdik, mana esingizda bo'lsa, shu 30-darsning 6 minutida shu g'oyin harfini hamma holatlarini yozib ko'rsatib berdim. Mana bugun o'tadigan harfimiz ham xuddi shu bilan mana bir xil yoziladi, yozilish jihati. Faqatgina bittagina farqi bor. Shu farqi ustida nuqtasi yo'qdi. Mana g'oyin ustida nuqtasi bo'ladi, lekin bugun o'tadigan ayn harfimiz ustida nuqtasi bo'lmaydi. Demak, nuqtasi yo'q bo'lsa ayn harfi bo'ladi, nuqtasi bor bo'ladigan bo'lsa kecha o'tgan g'oyin harfimiz bo'ladi. Demak, yozilish masalasida muammo qolmadi. Kecha videoning 6 minutida, 30-darsning 6 minutida to'liq yozib ko'rsatib berganman. Asosiysi nuqtasi yo'q ekan, mana farqi shunda. Endi har doimgidek yana savol beramiz. Esingizda bo'lsa, masalan, oldingi darslarimizga bir bog'laymiz buni. Qarang, e'tibor bering. Masalan, biz 28-darsimizda o'tdik. Bu qaysi harf desak, xo harfi degandik, to'g'rimi? Lekin qanday o'qiladi o'zimizdagi nima? Qattiq x bilan qattiq xga teng bo'ladi deb aytgandik. Masalan, buni e'tibor bersangiz, biron bir so'z bilan kelsa, xo, keyin ustida ani qo'yib xo a deb o'qimadik, to'g'rimi? Ustida cho'pcha kelsa, xo, tagida kelsa, xi, ustida 9 ga o'xshagan kelsa, xu deb o'qidik. Bugun o'tadigan harfimiz ham shu. Buning ismi shunchaki ayn harfi deb ataladi, lekin o'qilish jihatida quyidagi tovushni chiqarib olishingiz kerak. Ya'niki bu o'zbek tilida yo'q bo'lgani uchun to'lqinlar qo'yib qo'ydim. Demak, qani e'tibor bering. Bu harfning ismi nima desam siz ayn harfi deb javob berasiz, lekin o'zbek tilida qanday o'qiymiz desak, mana quyidagi bu tovushni chiqarib olishingiz kerak. E'tibor bering talaffuziga. degan tovush. Shu tovushni chiqarib olasizda, shu tovushni chiqarib olganingizdan keyin masalan endi quyidagi so'zni o'qiydigan bo'lsangiz, buni Ayn keyin a o'qimaysiz. Ya'niki buni aytib olib, keyin ustidagi a ni o'qimaysizda. Birinchi bo'lib buni o'qish uchun quyidagi belgini o'rniga, mana bu belgini o'rniga quyidagi hozirgi tovushimizni aytasiz. Keyin ustidagi cho'pchani a deb o'qiysiz. Buni aytayotganda ham shu. Quyidagi tovushni birinchi aytib olasiz, keyin i deb o'qiysiz. Buni aytayotganda ham quyidagi tovushni birinchi aytib olasiz, keyin u deb o'qiysiz. Endi bu sal bu harfni aytish qiyinroq bo'ladi. Buning maxraji bilan hozir tanishamiz. Keyin yana kitobdagi misollar bilan to'liq o'qiymiz. ayn Harfining mana maxrajiga e'tibor berishingiz mumkin. Men yozib ham qo'yilgan. Bu harf halqumning o'rtasidan chiqadi. Ya'niki mana biz esingizda bo'lsa kecha ha bug'i xni o'tdik-ku, xuddi maxraji bug'i x chiqadigan joydan faqatgina shu bug'i xni aytayotganda deyotgan paytida ovozingizni shunday qisaydigan bo'lsangiz, hamda bu o'z-o'zidan ayn harfini kelib chiqishi hisoblanadi. Bu harfni o'zi birinchi marta, agar siz birinchi marta arab tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, bu harfni aytishingiz sal qiyinroq bo'lishi mumkin. O'zi 10 ta odamdan bitta ikkitasi yaxshi aytadi-da buni. Bunga asosiy sabab nima bilasizmi? Bu harfni yaxshi aytish uchun yoki bo'lmasa tezroq o'rganish uchun siz Qur'oni Karimda shu yozilgan MP3 variantlari bo'ladi-ku. Shuni eshitib yurgan odam tez chiqara oladi bu harfni. Biz shuni ko'p kuzatdik. Oldindan masalan Qur'onni eshitib yurgan, shu harfni ko'p eshitgan odam bittada ayta oladi-da. Buning sababi nima? Sababi biz arab bo'lmaganimiz uchun hamda bu harfni oldin eshitmaganligimiz uchun birinchi martada aytishimiz qiyinroq bo'lishi mumkin. Lekin biz nima qilamiz? Biz shu Qur'oni Karimni eshitib, keyin o'zingiz shuni tinimsiz qaytarib yurishingiz kerak. Aytib yursangiz ham o'z o'rganasiz shuni. Ayta olasiz keyin. Chunki birinchi martada masalan yosh bolaga ham birinchi harfni aytirayotgan paytida u qiynaladi, to'g'rimi? Nega? Chunki u oldin u harfni eshitmaganda. Bizda ham shu ahvol. Biz oldin ayn harfini eshitmaganmiz, shuning uchun bizga buni aytish qiyin bo'ladi. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak? Ko'proq mashq qilishimiz kerak. Hamda hozir men yana sizlarga Shayx Alijon qorini shu maslahatlarini ham bir videosini hozir ko'rsataman. Agar umuman sizga o'xshamaydigan bo'lsa, shuni ham bir eshitishingizni tavsiya qilardim. Keyin birgalikda kitobdagi so'zlarni o'qiymiz. Bismillah. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Rasulillah. Juda ko'plari so'ramoqdalar. Albatta aynni chiqarishlikni birinchidan maxrajiga e'tibor berishligimiz kerak. Ya'ni aynni chiqadigan o'rniga. Bu ko'proq bu ozg'inlarda yana ham bilinadi. Siz kelsangiz bu yoqqa, keling bu yoqqa. Masalan, men mana shu bo'ladi mana. Mana shu narsa hanjara bo'ladi, mana shu narsa halqum so'ngi bo'ladi.
Halqum so'nggi deyilganda faqat mana shuni tushunamiz. Endi halqumni o'rtasi deyilganda buni tepasi bo'ladi. Mana bu yer bo'ladi. Bu yerdan endi ayn bilan ha chiqadi. Va halqumni o'rtasidan esa ayn bilan ha chiqadi dedilar. Ayn bilan ha demak buni tepasida bo'ladi. Yana aniqrog'i bu yerda siz o'tirishingiz mumkin. Bu yerda mana shu halqumni o'rtasida mizmarul lisan degan. Ya'ni bizni nimamizda, o'zbek tilimizda uni hiqildoq deyiladi. U nima desangiz, Alloh subhanahu va taolo har bir insonda yaratdi. Alloh subhanahu va taolo shunday bir xoliq. O'zining kalomida laqad xalaqnal insana fi ahsani taqwim, ay fi ahsani sura. İnsonni eng go'zal suratda mukammal qilib yaratganligini Alloh subhanahu va taolo bizga o'zi xabar beradi. O'sha mizmorul lisan bo'lgan, hiqildoq bo'lgan o'sha a'zo siz aynni talaffuz qilishligingizda u halqum devorlariga ozroq albatta suriladi. Mana shu mizmorul lisan bo'ladigan bo'lsa, bu halqum devorlari bo'ladigan bo'lsa, deb mana shu mizmor orqaga jilar ekan, orqaga surilar ekan, illo yopishmaydi. Yopishsa halqum devorlar bo'lib qoladi. Bu xato bo'ladi. Chunki ayn harfini sifatlardan bayniya. Bayniyaligi shuki, uni talaffuz zamoni o'rta holatda bo'ladi. Agar yopishib qolsa, bo'lib qoladi. Agar mutlaqo yopishmasdan bizni o'zimiz o'zbeklarimiz, ajamlarimiz talaffuz qiladigan holatda bo'lsa, bo'lib qoladi. Shunda biz bilishligimiz kerakki, mana shu mizmorul lisan, hiqildog'imiz asli uni vazifasi nima edi? Asli uni vazifasi inson yeganda, ichganda, og'zidan qaysi bir narsa o'tsa, nafas yo'lini to'suvchi bir a'zo edi. U nafas yo'lini to'sib berib bizga mana shunaqa rohatni olib kelar ekan, shu bilan birgalikda ayn harfimizni chiqishda ham asosiy rolni bajaradigan, asosiy ishni bajaradigan bir a'zo ekan. Endi unda mashqda buni ilmiy o'laroq bildingiz. Mashqni ko'p qilishlikda mana aynni har biringiz talaffuz qilasiz. Hatto ayn aytolmaysiz. Deysiz avvalasiga. Aynni aytolmaysiz. Aytolmaganligingiz uchun ham o'sha aynni o'zi chiqmayapti-ku deysiz. Shunda o'zbekchadagi o'sha harfimizni misolda bo'lsa ham deyaverasiz. Lekin der ekansiz, barmog'ingizni bu kaftingizni shu barmoqlaringizni shu holatda olib kelasizda, o'sha biz sizga ko'rsatgan o'sha halqum o'rtasiga urasiz. Nima deysiz mana? Deganingizda qarang, aynni tovushini eshita boshlaysiz. Qarang, endi takrorlayman. Mana shu holatda uni avvalasiga deyiladi. Demak, bu juda ham oson. Deya ayta boshlaydi. Lekin aytishlik jarayonida mana u qo'llari bilan sekin, qattiq zarba bermagan holda sekin mana deya aynni joyi topila boshlaydi. Mana shu holatda o'zingiz yana eshitasiz. Hatto qattiq ursangiz mana meni holimday tomog'ingizda bo'g'ilish bo'ladi. Zinhor qattiq ura ko'rmang. Sekin astalik bilan mana shuni o'qiy boshlaysiz. Shu holatda talaffuz qilib o'qiy boshlaysiz. Va ko'rasizki, bir kunning o'zida inshaalloh taolo ayn chiqadi. Lekin zinhor men atayin siz uchun sizga rahmim kelganligimdan qattiq ura ko'rsatdim. Mana shu darajada bo'lib qolasiz. Bunda o'zingizga tan jarohati ham yetkazishligingiz mumkin. Alloh o'zi asrasin. Mana shu holda bir qancha mashqlarni qilganingizdan keyin ayn o'z-o'zidan arabiy ayn bo'lib, aynan Mahmud Xalil Husariylar kabi ta'lamun, ya'lamun, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in, diye ayningiz tuzala boshlaydi. Alloh subhanahu va taolo har birimizni Qur'onda mohirlardan bo'lishligimizni nasib ro'za aylasin. Endilikda kitobdagi so'zlarni birgalikda o'qib ko'ramiz. Qarang. Dastlab mana ustida yumaloq holatda kelyapti. Bunda mana shu so'zlarga juda ham yaxshi e'tibor berasiz. Ustida yumaloq kelgan holatda juda ham yaxshi seziladi. Mana birgalikda o'qib ko'ramiz. Qarang. Boya aytib o'tdik, buni to'g'ridan-to'g'ri o'zini ismi bilan aytib qo'ymaymiz. Birinchi tovushini chiqarib olib, keyin buni deb o'qiymiz. Qani birgalikda o'qib ko'ramiz.
Endi bunisini. عم Endi mana bu so'zni o'qib ko'ramiz. Mana bu so'zda ham e'tibor bersangiz, ustida yumaloq kelyapti. Juda ham yaxshi seziladi. E'tibor bering. سع Birinchi m, a, keyin bu va ustidagi harfni o'qiymiz. Demak, boshladik. مع Endi bu so'zni o'qib ko'ramiz. Bunda ham shu. Birinchi bu tovushni o'qib olamiz, keyin ustidagini, keyin r, o, b, a. Shunda عرب عرب bunda ham shu, e'tibor berasiz. Birinchi o'zini tovushini o'qib olasiz, keyin ustidagi a, keyin j, a, m. Shunda عجم عجم endi bu so'zlarni ham xuddi shu holatda o'qiymiz. عجب Hamda b harfini ustida yumaloq kelsa ega mol tebratiladi. Shunga e'tibor berasiz. Shunda boshdan o'qisak, عجب endi bu so'zni o'qib ko'ramiz. عمل Qani bu yerda yana bitta so'z bor ekan, buni ham o'qiymiz. علم Lekin o'lik holati sal qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin harakat qilasiz. Boya aytib o'tganimdek, bu harfni birdan aytish qiyin. Ko'proq harakat qilaversangiz, va videoda ham ustoz ko'rsatib berdilar qanday mashq qilishni. Shu holatda ko'proq mashq qilasiz. Qani birgalikda o'qib ko'ramiz. عمر عمر Endi bunisiga e'tibor beramiz. Mana kecha o'tganimiz, mana nuqtasi bo'lgani uchun j harfi, noodatiy esa keyin m, keyin yana bugun o'tgan harflarimiz. Birinchi tovushini chiqarib olasiz, keyin uni o'qiysiz. Shunda جمع جمع endi bunisini o'qib ko'ramiz. Mana qarang, ustida yumaloq kelgan paytda juda ham yaxshi seziladi. جعلوا Endi mana bu so'zga e'tibor bersangiz, kecha xuddi shuni g'oba deganni o'qigandiga, bugun esa bu harf bilan birgalikda kelyapti. Qarang, birga o'qib ko'ramiz. عب Endi bu so'zni o'qib ko'ramiz. S harfiga e'tibor berasiz. Sin harfiga ustida yumaloq kelsa ozgina ushlab turlarda. Shunda birgalikda o'qiymiz, qarang. عسكر Yana bu yoqda 3 ta so'z bor ekan, bularni o'qib ko'ramiz. عيلم Endi bu so'zni o'qib ko'ramiz. جعفر عنبر Endi mana bu so'zlarga e'tibor bering. Mana qarang, g'o harfi bilan عين harfini solishtiryapti mana hamma holatlarda. Qarang, endi birgalikda o'qib ko'ramiz. Qarang, buni o'qisak, bu g'i, chunki ustida nuqtasi bor. Buni esa nuqtasi yo'q. Shunda o'qisak, g'oyinu, عين g'oyinu. عين Mana e'tibor berasiz, ikkala harf bir xil bo'lishi mumkin, lekin ustida nuqtasi bilan farq qilyapti. Endi bunisini o'qib ko'ramiz. Bag'lu, bag'lu. بغلو Endi bu so'zni o'qib ko'ramiz. Balig'u, balig'u. بلعو Xo'p, sizga uyga sifa bo'ladi. Uyga sifa har doimgidek birinchi ushbu varoqni ko'chirib olasiz. Keyin har doimgidek yana kitobdagi so'zlarni yozasiz hamda yozib bo'lib bizga jo'natasiz. Biz har doimgidek tekshirib beramiz. Lekin qarang, xafa bo'lmang. Sizda birinchi marta aytayotganingiz uchun o'xshamasligi mumkin. Siz ko'proq mashq qilaverasiz. Ko'proq iloji boricha Qur'ondan ham eshitib, MP3 variantlarini ko'proq qaytaring. Hamda boya ustozimiz Shayx Alijon qori ko'rsatib bergandek ko'proq mashq qilib, ko'p mehnat qilsangiz, xudo xohlasa sizga ham o'xshaydi. Dastlab hammada o'xshamagan, faqatgina mehnat qilish kerak. Mehnat natijasida bemalol erishsak bo'ladi. Kayfiyat tushirmang, iloji boricha mehnat qilavering, xudo xohlasa sizga ham o'xshaydi.